Syomkadan oldin iloji boricha ssenariyni o'qib ko'rishga harakat qilaman. Chunki bir marta ne to vaziyatga tushib qolganman. Menga ijobiy rol deyishgan, salbiy bo'lgan u aslida. G'alati situatsiya bo'lib qolgan. O'shda ozgina konflikt bo'lgan. Shuning uchun iloji boricha harakat qilaman ssenariyni o'qishga. O'zimni tayyorlayman. Kiyimlarimni, men makiyajimni ham o'shanga moslab qilishga harakat qilaman. Yig'lab, dod solib, yig'lab, emotsiya ko'rsatadigan joylarda men ozgina vaqt so'rayman, ko'zimga yosh keltirib olish uchun. O'sha paytda ko'pincha ko'p odamlar, ko'p aktyor, aktrisalar nimanidir yomon narsani o'ylaydi. Meni xayolimga o'sha paytda hech narsa kelmaydi. Prosta bitta tochkaga qarayman. Menga texnikasini o'rgatishganda, qanaqa ko'z yosh keltirish. Bitta tochkaga qarayman. Ko'z yosh kelgandan keyin bo'ldi deyman, bor deyman. Keyin olishadi. Lekin bir marta o'sha obrazdan chiqa olmay qolganman. Chunki endi baribir ota-da, ota uydan haydab yuboryapti qizini. Yomon yo'lga kirib ketganini bilib, haydab yuboryapti. Shunaqa eshikni yopib qo'yadilar-da. Shunda shuni taqillatibman, shunaqa yig'labman. Endi unaqa yig'lamaganman. Hayotda ham unaqa yig'lamaganman. O'shanda chiqa olmay qolganman. Obrazimdan bo'ldi. Qolganlarda oson. Emotsiyani boshqarish menda oson. Men xaqolab kulib turgan joyimda ham seriozniy bo'lib olayman. Yig'lab turgan joyimda kulib yuboralayman. Qiyin emas menga boshqarish.